Assalamualaikum Artur Şah abunachilari. Yana bugun bize 9 etaj arzon tovarlarni obzor qilish uchun geldim. Bir yandan sizlarga o'zgarishlar bo'ldi, shularni bir qator kuzatib o'tamiz. Bo'lmasa video davomida ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bu dükkanımız Azgöz teatridan şu 9 etaj teyindeki dükkandan ötüp shunday kelasizlar. Yine şöyle joylashgan dükkanımız. Hozir Aryan tarafdan o'tamiz. Assalomu alaykum, Harman. Yaxshimisiz? Mikrofonni olib qo'yasiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Arturbekda hurmatli obunachilari. Charchamayapsizlarmi bizlarning klientlarimiz? Xudo xolasa bu toza do'kon, bu sklatimiz edi. Endi xudo xolasa bu yerda ham savdo qilamiz inshaalloh. Allah barakasini bersin. Hammalar duoda bo'lib turinglar. Rahmat hammalarga. Arturbekga obuna bo'lib, videolarimizni bundan ham shiddat bilan shu do'stlarga, birodarlarga, yaqinlaringizga tarqatishingizni so'rab qolamiz. Xizmatimizni bir ozgina bir arzimasa ham bir hurmat qilib qo'ysanglar, xudo xolasa. Inshaalloh shunday harakatlarimizni qadrlagan bo'lasizlar. Rahmat sizlarga, hammalarga. Hammalar zo'rsizlar. Xo'p, bo'lmasam bismillah boshladik. Bular paplin, xb paplinlarimiz. Mana shu ko'rib turgan hammasi xb paplin olib keldik. Bularda eni 1.60 bo'ladi paplinlarimiz. Mana. Har xil rasvetkalari ajoyib, har xillari bor mana. Tanlab olaverasizlar. Azizlar, menda bu paplinlardan yangilik bor. 2 metrlab olganlarga 2 metr olganlarga 10 ming so'mdan. 2 metr, 4 metr olganlarga 10 metrgacha buni yiqitib qo'yaveray. Ana klientlari keladi. Bularda 2 metrlab oladiganlarga 10 ming so'mdan, 10 metr oladiganlarga 9 ming so'mdan. Endi tadbirkorlarga yangilik, rulonlab olaman, sotgan olaman deb keladiganlarga xudo xolasa bularni 8 ming so'mdan to'piga qilib beramiz. Kelib, mana xudo xolasa bizneslarga yana ham yengillik bo'ladi bu. 10 ming so'mdan mana 2 metrlab oladiganlar 10 ming so'mdan. 10 metrdan baland oladiganlar 9 mingdan, rulonlab oladiganlar shunda 8 ming so'mdan xudo xolasa optimga kelib olib ketamiz. Rasvetkalarni dim ko'p yana. Shuni tartib olib mana shu oxirigacha, mana shu boshidan oxirigacha shu paplinlar. Har xillaridan bor. Ajoyib paplin, bu havo o'tkazadigan, toza xb, hech qanaqa sintetik aralashmagan, chiste paplin. Xudo xolasa narigi katta mesdaga o'tamiz inshaalloh. Masa boshladik. Xudo xolasa bularimizni 10 ming so'mdan sotganmiz, bilasizlarga fiyollarimizni har xillari bor edi. 10 ming so'mdan, 7,5 ming so'mdan sotdik. Endi 10 ming so'mliklarimiz ham, 7,5 ming so'mligimiz ham 7,5 ming so'mdan. Hammasi 7,5 ming so'mdan tanlab olib ketaverasizlarga fiyollarimizni. Har xillari. Endi 1.40ligi, 1.60ligi, 1.70ligi, 1.20liklari bor. Endi 7,5 ming so'mdan hammasi tanlab olasiz. Bomba sketkada bo'lib turibdi. Bu hayit ayyomi munosabati bilan yana ham narxlarni tushirdik. Xo'p. Bu yerda 10 ming so'mdan paplinlarimiz tanlab olasiz. 10 ming so'mdan har xil rasvetkalari bor mana. Prado paplin, izmirlarimiz bor. Izmirlar, yana har xil. Tanlab olasiz 10 ming so'mdan. Tashlab ayting. 10 ming so'mdan tanlab olasiz mana. Pradolar, İzmirlarimiz bor bu yerda mana. İzmirlar. Yaqinlashtirib ko'rsatmi? Ko'rsating. 10 ming so'mdan mana. Xiblari ham bor. Toza xib paplinlar. Toza ochilmagan ronlaridan bor. Xib paplinlar. Hammasi 10 ming so'mdan kelib tanlab olib ketaverasizlar. Hammasi 10 mingdan. Mashinadagi hammasi 10 ming so'mdan. Hammasi 10 ming so'mdan. Endi bu tarafdan boshlayveraylik. Qoshli oqlarimiz bor, gerayim bularimiz. Bular oq qoshliklari 2 metr 35 ming so'mdan.
Bunday Swarovskilarimiz bor. Bular toza gerayin bo'ladi. Orqasi qora, toza chiroyli tovar bo'ladi. Ağzını Buni açıp ochib, naryoqdan ko'rsatamiz. Mana ajoyib har xil rasvetkalarida gullilari bor. Har xillari bor. Net setlerinden ama. Har xil rasvetkalarida bor. Xudo xolasa kelib tanlab olib ketarasizlar. Bular 20 ming so'mdan, bular 2 metr 35 ming, 17,5 ming oq qoshlilari. Satillarimiz 10 ming so'mdan, eni 240 lik satillar. Bularimizni rasvetkalari bor. Mana tanlab olib ketarasizlar. Xudo xolasa Gelip yakkanını alıp gidiyoruz. kelib xohlagan shu ko'rpachangizga tushadiganini olib ketarasiz. Dubaylarimiz 15 ming so'mdan. Eni 160 bo'ladi. Ikkita ko'rpacha chiqadi enidan bo'ladi. Naturalkalarimiz har xil rasvetkalar, qizili bor, qorasi bor. Ana haqiqiy original naturalka tilqa bular. Xo'p, karishniylari, nesvetlari bormi? Net setlerinden ama var. Bunday svetlarimiz ham bor. Net setlerinden var. Karishni har xil svetlari, rasvetkalari bor mana. Bularimiz 55 ming so'mdan naturalkalar tanlab olasiz. Endi bomboqlarga kelamiz. Bular yozgi bomboq, original, bozorda 65 ming, 60 ming sotiladigan bomboqlarimiz. Bizda narx taxmin qilib ko'ringlar, necha pul? 45 ming so'mdan kelib tanlab olib ketasizlar. 45 ming so'mdan, azizlar. Keling tanlab olib ketaverasiz. Har xil rasvetkalari bor. Qorasi ham bor mana. Qorasi, anorligi, har xil rasvetkalari bor. 10 ming so'mdan bu Singapurlar. Eni 160 bo'ladi Singapurlarimiz. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan tanlab olaverasizlar kelib, xudo xolasa. Singapurlarimiz bunday harflilari ham bor. Qizil, har xil rasvetkalari. Maloshniy deysizmi? Bular hijob ko'ylalarga, namoz ko'ylalarga nima ajoyib bo'ladi. Bular Singapurlarimiz. Endi lafsha tovarlarimiz bor. Lafshalarimiz eni 2 metr bo'ladi, 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan tanlab olib ketaverasizlar. 15 ming so'mdan lafsha tovarlar eni 2 metrlik bulardi. Xudo xolasa. Mana ularimiz bor. Bularimiz Prado degan tovar. Bular Pradolar. 10 ming so'mdan Pradolarimiz. Har xil rasvetkalari bor. Har xil rasvetkalarda kelib tanlab olib ketaverasizlar. Pradolar 10 ming so'm. Eni 160 bo'ladi Pradolarimiz. Endi bular shifon, mayda gulli shifonlarimiz. Shifonlar 7,5 ming so'mdan Artur Bey. 7,5 ming so'mdan tanlab olib ketaverasizlar shifonlarni. Yoqqanini olasizlar. Yoqqanini kelib tanlab olib ketaverasizlar. Yana ajoyib shifonlarimiz har xillari bor. Endi ko'rpali tovarimiz, ko'rpalilar eni 2 metr toza paxta, 3 qavatli. Faqat shu rasvetkasimiz qoldi, oz qoldi, bunga shoshilamiz. 35 ming so'mdan chista paxta ishlangan, toza tayyor qovurilgan ko'rpa. Bu yoqda Pradolar. Pradolarimiz eni 160, 10 ming so'mdan. Tanlab olaverasiz, ranglari, rasvetkalari 10 ming so'mdan mashhurdagilar, hammasi 10 ming. Hammasi 10 ming so'mdan. Xo'p. Talab olib ketaverasiz. Ana bu yoqda markizalarimiz, HB markizalar yetib keldi. Bularimiz 20 ming so'mdan azizlar. 20 mingdan rasvetkalari bor. Bular toza HB. Mana. Eni 180 ekan bular. Mana. Mayda gullilari, ajoyib rasvetkalari, mayda gulli. Bunday svetlari keldi mana. Mana. 20 ming so'mdan markiza HB tovarlarimiz. Leon bor, original Leon bu. 25 ming so'm metri. O'zini kelgan bahosiga tashab qo'ydik hozir. Keyin bular Istanbul do'yim paplillarimiz. Mana bular do'yim paplillar. Do'yinlarimiz 2 metr 25 ming so'mdan mana shu yerda tanlab olasiz. Slim paplin bor, do'yim paplin bor, Istanbul bor.
Yana ular slim paplilar. Yana biri 60 bo'ladi hammasini. Mana bular Istanbul poplin deyiladi. Yana Istanbul poplilar. Yana biri 60. Ularni tanlaysiz mashaga kelib qo'lingizga kirgani 2 metr 25 ming so'mdan. Keyin sizga bir narsa ko'rsataman. Atlaslarimiz bor mana. Sholk atlaslar. Bo'y kechirasiz. Ina sholklar bular juda ajoyib, momiqqina, yumshoqqina tovar bu. Bularimizni 2 metr 25 ming so'mga tashab qo'ydik. Tanlab olaverasiz. Ina sholkda bunday sveti bor. Rasvetkalar juda ajoyib. Ham bor. Har xil rasvetkalari mana. Bular sholk 2 metr 25 ming so'mdan kelaverasiz. Yana mana yangiliklarimiz. Bular mayda gulli Alyona markizalarimiz. Eni 160 bo'ladi, bularni 15 mingdan sotayotdik, bilardinglar. Olganlar ham biladi. Bularimiz hozir 2 metr 25 ming so'mdan. Oling, 2 metr 25 ming tanlab olasiz. Mana rasvetkalari, mayda gulliklari, har xil svetlari bor. Kelib tanlab olaverasizlar. Markizalarimiz mana eni 180 lik yupqa markizalarimiz bor. Bularni 20 sotayotdik. Adnatonnisi ham bor edi mana. Ularni ham ro'molga, namoz ko'ylaklarga dim ajoyib bo'ladi bular ham. Yana rasvetkalari bor. Bular 20 sotayotdik. Hozir narxi yana tushdi, hayit ayyomi bo'lganligi uchun. Mana ko'rsatayotgan markizalarimni kelib tanlaysiz. Xudo xolasa 15 ming so'mdan beramiz. Toza xiba. 15 dan beraman og'a, oling. 15 ming so'm. Yana bitta arzonlashtir hech bo'ldi, zo'r bo'ldi. Undan arzonlashtirsa tekin bo'lib qoladi. Ularimiz 25 dan. Mana Cupra'lar. Eni 180 Cupra'larimiz. 25 dan sotayotdik. Biladinglar, bular 25 ming edi. Hozirda narxi 2 metr 45 ham emas. 20 ming so'mdan tekis kelaverasizlar. Cupra'lar tanlab olasiz. 2 metr 20 mi? 1 metr 20 ming so'mdan. Aynen. Kelaverasiz. 25 edi, yana 5 ming so'm skidka qildik mana. Markiza har xil rasvetkalari bor. Ina dim ajoyib rasvetkalari. Kelib tanlab olasizlar markizalar. Eni 185 bularni ajoyib rasvetkalar. 25 ming so'mdan kelib tanlab olib ketaverasizlar. Yoqqani 25 ming markazamiz. Mana endi bomboqlarimiz jon gulliga keldi. Bular yozgi bomboqlar. Shu mayda gullilarini 35 ming so'mdan beramiz. Nariga anorlilarimiz 45 edi. Ina mayda gullilar hammasi 35 ming so'mdan. Boyxonimizni ham mana narxi yana sindi. Yana tushirdik narxlardan, skidka bo'ldi. 35 edi onajon, 30 ming so'mdan tanlab olaverasiz boyxonimni. 30 ming so'mdan mana. Har xil rasvetkalari bor. Tanlab olib ketaverasiz. Ina. Har xil svetlar bor, qoshlar, katta-katta. 30 ming so'mdan. Ana rasvetkalari ham bor. 30 ming so'mdan tanlab olaverasiz. Mana hali ochilmagan hattoki. Ina. Dim ajoyib chirillagan svetlari bor. Ina mana ko'ring. 30 ming so'mdan azizlar kelaverasizlar. Islam, svetlar, yashil svetlar har xil rasvetkalari bor. Geraylarimiz, mana Swarovski qosh salqin toshlarimiz. Mana salqinlarimizni 25 ming so'mdan beramiz. Gerayin Swarovski eni 160. Ina toza salqin tosh 25 ming so'mdan tanlab olaverasiz. Endi shu gerayinimizni toshi sal kamrog'i bor mana. Ina 20 ming so'mdan azizlar. 20 ming so'm. Shu gerayinimizni oq qoshligi bor. Mana ko'rsataman sizga qani. 17,5 ming so'mdan bunisi. 160.
Rasvetkalari dim ko'p. Kelib tanlab olib ketaverasizlar. Qoshsizlari ham bor, qoshsizi ham 2 metr 35 ming so'mdan. Yana toza gerayin. Usha beringlar buni opa. Endi qirolicha tovarlarimiz bor. Qirolichalarimiz yaltiroq juda ajoyib. 15 mingga tashladik. 17,5 ming so'mlik tovarimiz edi. 15 ming so'm bo'ldi. Tigirli tilqi bor mana. Tigir tilqi deydi-ku, yupqasi bu. Mana nima ajoyib, janziga bosilgan tilqilar. Bularni 25 dan sotyapti. Hozir 17,5 ming so'mdan. Skitkada 17,5 ming so'm bo'ldi. Endi o'tamiz. Xo'p, markizalarimiz 15 ming so'mdan. Yana 180lik 2 metrini 25 ga tashladik velvetni bu xilini. Yana mana bu вообще bomba skitka bo'ladi bu. 25 ming so'mlik Shears Angorka XB toza. Bularni 25 mingdan sotardik. Hozir ko'pligi hamda sezon o'tayotganligi uchun bularni 15 ming so'mdan beramiz. 15 ming so'm. 15 ming bo'ldi Shears Angorkalar. Velvetlarimiz yana 2 metr. Faqat shu rasvetkasini 2 metr 25 ming so'm, 12,5 ming so'mdan beramiz. Kelib olib ketaverasizlar. Qoshli mana bomboq geraylarimiz. Bularni 15 ming so'mdan beramiz. 15 dan olib ketaverasiz. Dubaylarimiz bor, zarsiz xili bu. Mana to'shakli, ko'rpachali xillari bor. 15 ming so'mdan zarsiz. Ena shoylarimiz. Har xil rasvetkalarida bor mana. 15 ming so'mdan eni 160 bo'ladi. Ena ajoyib rasvetkalari. Kelib tanlab olib ketaverasizlar. Har xillaridan bor. İzmirda qoshligi bor. İzmir qoshlilarimiz bular. Ena bular 2 metr 25 ming so'mdan oz qoldi, tezroq harakat qilamiz. Ana. Ena 2 metr 25 12,5 ming so'mdan 10 ming so'mdan bo'lib ketadi. Endi bu yog'i paplillarimiz. Tanlab olganingiz mana shu yerda 10 ming so'mdan paplillar. 10 ming so'mdan endi tanlab olganlar sabunochilar. Kelasiz, rasvetkasini tanlab olasiz. Bellar 10 ming so'm. Prado, İzmir bu yerda paplillar, XB paplillar 10 ming so'mdan mana shu yerda tanlab olasiz. Pradolarimiz dim ajoyib rasvetkalari kelgan mana. Ko'ring. Haqiqiy original Prado 10 ming so'mdan. Mana bular XB paplillarimiz. Ina 10 ming so'mdan azizlar. 10 mingdan tanlab olaverasiz. Endi shakar septi tovarlarimiz keldi. Bular 10 ming sotyapti hozir hayit arafasi 7,5 ming so'm. Tanlab olasiz. Rasvetkalari dim ko'p. Ina ichkariga yana bosib ham qo'yganmiz bundan. 7,5 ming so'mdan azizlar, 7,5 ming. 7,5 ming so'mdan. Ina obunachilar. 7,5 ming so'mdan shakar septilar. Endi 180ligi, 160ligi, 170ligi ham bor. Kelasiz, sizni ko'ngilingizga yoqqanini tanlab olib ketaverasiz. Yupqa emas, qalin, ajoyib, ichki ko'rinmaydigan nima ajoyiblar. Villurlarimiz bor. Villurlar 10 ming sotyaptik. Hozir skitkada 7,5 ming so'mdan. 7,5 dan. Pradoni mana tigirli xili bor. Azizlar. Yana 160 tigir xillari 10 ming so'm. 10 mingdan tanlab olasiz. Mana shifon so'rayotganlarga har xil shifonlarni yetkazib keldik. Xudo xolasa shifonlarimiz 7,5 ming so'mdan bo'ladi. Prado mana shifon. Mana. Qo'yani Prado 10 ming so'mdan tanlab olib ketaverasizlar. Xudo xolasa shular. Endi bitta narimestamizga ham o'tib qo'yamiz. Bu yan tarafında mestalari bor. Xo'p, bu yoqqa kelamiz. Bular endi u yoqda odam ko'pligi uchun suhbat qilmayapmiz. Bu yoqqa ham o'tib, xudo xolasa bu ham bizimizda kelib
Bu yerdan ham xarid qilaverasizlar. 7,5 ming so'mdan shifonlarimiz mana tanlaverasiz kelib. Xudo xolasa anor bo'mboqlarimiz shu 45 ming so'mdan. Endi bular mana ular anqalamiz bor, velvetlar bor. Rasvetkalari bor. Xudo xolasa bular 7,5 ming so'mdan. Rasvetka uchinchi 7,5 ming so'mdan. Mana cho'rog'ini ko'rsating. Mana. Nima ajoyib 7,5 ming so'm. Tanlab olaverasizlar. Bu yerda Singapurlar bor. Singapurlarimiz 10 ming so'm azizlar. 10 ming so'mdan. Aha. Endi plastinali tovarlarimiz mana. Plastina, podolyaniki, detskiy plastinalar, kattalar divaniga duxspalni solib qo'ysangiz bo'ladi. Eni 2 metr bo'ladi. Bularimizni 7,5 ming so'mdan beramiz. 7,5 ming so'm. Bu yerda paplinlar bor. O'sha haligi sizga aytgan 2 metr olsangiz 10 ming so'm, 10 metr olsangiz 9 ming so'm, rulonlar bo'lsangiz 8 ming so'm degan paplinlarimiz bu yerda ham bor. Hammasi shundan. Mana tepasidagi salafallilar shundan. Endi qolgani pastdagi do'yim paplin bo'ladi, silin paplin bo'ladi, Istanbul paplin bo'ladi. Bularimizni 2 metr 25 ming so'mdan. Hozir mesdan taxlashtiryapmiz. Xudo xolasa bularni ajratib chiroyli qilib qo'yamiz. Kelib xarid qilaverasizlar inshaalloh. Ha? Anatoni paplin keldimi? Mana. Ina. Anatoni paplin so'radigan. Belmando. Nomni qarang. 15 ming so'mdan. Nomi o'zi qimmat ekan mana. 15 mingdan kelaverasiz, xudo xolasa azizlar. Xudo xolasa yangiliklar shular, yana ham ajoyib, yana ham go'zal tovarlardan olib kelishda davom etamiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boring, keling, xarid qiling tovarlarimizdan, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga rahmat, like bosish, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Arturbekka ham rahmat shunday xizmatlarni xalqimizga ko'rsatib yurganligi uchun. Rahmat Arturbek, sog' bo'ling. Yaxshi savdolarni bersin. Rahmat, omon bo'ling. Shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Obunachilar, keyingi videolarda görüşünce xayr, like, podpiska bosishni unutmang. Hamma xayr.